Keyin bu masala bilan man qilib ko'rgan va muvaffaqiyatsizlikka uchragan 3 ta narsa haqida gapiramiz. Uchinchisi hayolga kelmagan narsa. Birinchisi bu SMI va monografiya sohasini o'rganganman va bu menga muvaffaqiyatsizlik olib kelgan. Sababi biz internetda ko'rganmiz, har doim yangi zamonaviy kasb orqali siz yaxshi daromad olasiz deb aytishadi-yu, lekin uni orqasidagi mashaqqatdan hech kim bizga aytmaydi. Va men uni o'rganish uchun 1,5 yilimni sarflaganman. Qanaqa? O'qiyman hozirda IT sohasida. Bu ham hozirgi kundagi eng rivojlangan sohalardan biri. Lekin men nimagadir bu sohadan ko'ra ismimdan yaxshi daromad olaman deb o'ylaganman va o'rganganman. Hamma bilimlarimni u orqali ko'rsatmoqchi bo'lganman, nimadirlar qilmoqchi bo'lganman. Lekin shunday qo'limga telefonni olib proyektga borgan vaqtimda meni rosa ham ishlatishganda ishimga yarasha berishmagan. Va bu meni xafa qilgan. Bu menga juda ham og'ir o'tgani uchun hozirgi kunda bu sohada ishlamoqchi emasman. Ikkinchisi bu Instagram yurg'izsam, blogimni olib borsam, boshqa mashhur katta blogerlarga o'xshab, mening videolarim prosmotrlari vau bo'lib ketadi deb o'ylaganman va duch kelgan videolar ham o'ylaganman. Bu xatoni 2 yil oldin boshlaganman. Mana nima qilganman? Natijada men har xil videolarni qo'yib tashlaganman. Birovlarning videosini ham, o'zimning ham videosini kerak bo'lsa, nimalarni o'rgatmoqchi bo'lganman aqlli qilib. Lekin videolarim hech qachon prosmotr bo'lmagan. Ba'zi bachkana videolarim to'g'ri prosmotr oshirgan, lekin shuning kunda kelib men 5 mingta obunachi yig'ganman 2 yil ichida va hozir bu xatomni qilmasdan boshqatdan yangi auditoriyani yig'moqchiman. Endi uchinchisi keladigan bo'lsak, uchinchisi bu menda uy ishlarida bo'lgan muammo. Ya'ni men o'ylaganman, bugun qilsam albatta ertaga qilaman yoki bugun qilsam hech kim ishlamaydi deganmanda bir haftalik ishlarni ham yig'ib tashlaganman qilmasdan erinchoqlik bilan. Va orqasidan menga bir haftalik o'sha yig'ilgan ishlarni bir kunga qilishga to'g'ri kelgan va men o'sha paytda bilganmanki bu xato ekanligini. Ya'ni siz bugun qilmoqchi bo'lgan ishingizni rejaga asosan qiling va ertaga ishingizni albatta ertaga. Hech qachon bugun qilmoqchi va erta qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni bir haftadan keyin qilaman deb o'ylamang. Bu sizga qiyinchilik olib keladi. Va bunday narsalar menga bu o'ylagan narsalar menga muvaffaqiyatsizlik olib kelgan, chunki men o'ylamaganman, juda katta qiyinchiliklarga duch kelaman. Sizda-chi, sizda qanaqa muammolar bo'lgan va uni to'g'rilashga harakat qilib ko'rdingizmi? Men 2026-yilda bu xatolarni albatta yaxshi tarafdan o'zgartirishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yib, menga obuna bo'lib qo'ying. Endi sizga blogimni boshqacha chiroyli formatda ko'rsatishga harakat qilaman.